O balota. Sherigim shu ishni bekor qilyapti-da. Eshitib yotmasin turib. Men o'zim belimgacha kelib ketay deb turibman. Hozir kichkina kelyapti. Qani ko'ramiz, keta oladimi yo'q? O, vale. Hozir eplab chiqsa kerak. Start yuramiz. Hammaga qiziq bo'lsa kerak, bunaqangi balota yerda nima ish qilayotganiga. Bu yerda mana bu yangi qo'yilgan salbalarimizga zazemleniya qilyapmiz. Sherida nima gap? Chiqib ketadi, yaxshi. Hammani bitta savol qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Biz masalan energetika sohasida shumiymiz baribir, men ekskavatorda yurganim bilan u men uchun boshqa mavzu. Mana o'zi startlar qarasanglar temirdan iborat, to'g'rimi? Tepasi tagi. Bunga o'zi zazemleniya qilyapti. Vaholanki tagi o'zi temir bo'lsa buni. Nima uchun ekan men to'g'ri tushunmadim. Hozir shu balotada ishlayapti, bir narsaga hayron qolyapmanki, mana bu balotani, o'rmonning balotasi, hidi yo'q. Agar bizda shahar sharoitida ishlaydigan bo'lsangiz, bilsangiz zakallarda, latolarda kaladigan bo'lsa, balchiqni oladigan bo'lsa, kil tutab ketadi. U 500 metr, 300 metrgacha. Lekin bu yerda bilmayman, bu tabiiy holat bo'lgani uchunmi hidi yo'q. Bizda har xil chiqindilar qo'shilib ketadi. Shahar sharoitlarida ko'proq, qishloq sharoitida ham hozir ko'proq zakallarga har xil musor, axlat to'kilish natijasida kanalizatsiya suvlar aralash natijasida shunaqangi sasib ketadiki, ta'rifga til ojiz. Balki hidi bordir, kabinaga kirmayotgandir. Lekin to'g'risini aytaman, umuman hidini sezmayapman shu balotani. Endi burni tozalash kerak. Lopatada tozalaydigan holati yo'q. Rezinkaga o'xshab yapishib ketgan. Lopataga chiqmaydi. Hozir bitta yo'li bor. Buning uchun menga sherigim kerak bo'ladi. Sherigim uzoqda ekan hali.